Microsoft Office dasturlari paketi Microsoft korporatsiyasi tomonidan yaratilgan tashkilot dasturlari to'plami hisoblanadi. Office dasturlari Windows, Android, MacOS, iOS va boshqa operatsion tizimlar uchun yaratilgan. Birinchi Office dasturlari paketi 1990-yil ishlab chiqarilgan. So'nggi versiyasi esa 2021-yili taqdim etilgan. Microsoft Office dasturlari turlari bir nechta, ya'ni 10 dan oshiq bor. Biz hozir sizlar bilan Word, Excel, PowerPoint va Access dasturlarini o'rganamiz. Word dasturi haqida qisqacha. Turli xil ko'rinishdagi oddiy va murakkab matnlarni tahrirlashga mo'ljallangan matn muharriri hisoblanadi. Faqatgina matnlar bilan emas, balki sodda ko'rinishdagi jadvallar ham tayyorlash imkoniyatiga ega. Excel dasturi haqida gaplashamiz. Turli xil qiyinchiliklardagi hisob-kitoblar va ma'lumotlar bilan ishlashga mo'ljallangan elektron jadval dasturi hisoblanadi. Imkoniyati keng jadvallarni yaratish, juda ishlash va amallar bajarish xususiyatiga ega. PowerPoint dasturi ma'lumotlardan turli shakllarda taqdimot tayyorlash uchun mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Access dasturi esa ma'lumotlar ombori bilan ishlashga mo'ljallangan dastur hisoblanadi. Sizlarga qisqacha ma'lumotlar shular.